Идеальное сочетание натурального лайма и мяты. Сделано профессионалами. Не пытайтесь повторить. Просто пейте. Mojito Fresh. Hammaga salom bolalar. Bugungi videoda men Usmon, Samir shtrafni tepishamiz. Yutqizgan bola limon yeydi. 5 tadan tepishamiz. Varatada har doimgidek Asad turadi. Tak bola zonozik kim birinchi boshlaydi? Birinchi Usmon tepadi. Zonozik. Usmon oxirgi tepar ekan. Sen bir tepasan, Samir. Men birmi shunda? Tak men bir tepaman. Nima deb o'ylaysan Usmon? Kim yutadi? Men. Samir nima deb o'ylaysan? Tak bolalar birinchi o'zim boshlab beraman. Birinchi bo'lib tepaman, sразу gol bo'ladi. Cho'p, qirga tepib ko'raman. Kichik Samir tepib o'tdi, tak ketdi va afsuski aytar Asad. Qo'llab yorishadi kametda yetib. Bo'ldi. Yaxshi. Birinchi promox. Hozircha liderствоda men ketolman. Bu men ikkinchi udarim. Ronaldo pozasida tura olamiz. Yo, men qiyshiq tepmayman. Просто kod bor-da baratada. Qatorga o'tgan videoda aytganimdek Asad o'zcha prime yo'q oldi. Lekin har doimgidek menga ta'sir qilmaydi. Tak Samir tepdi ikkinchi udarini. Asad sezgani yo'q. Qarashidagi o'zim. Usmon ikkinchi udarni tepib o'tdi. Bu ham afsuski noaniq. Ko'rdinglarmi do'stlar, men sezdim. Hoppa! Hop. Uchinchi udar. Bu safar yo'q. Voy kod. Kim bu bilan? Qatdan chiqdi bu barata? Samir uchinchi udarni tepdi va sey. Usmon uchinchi udarni tepib o'tdi va bu ham noaniq demoqchi edim, lekin Asad seyf qildi. Bu kodga gol bo'ladimi? To'g'ri udar tepdim. To'g'ri bor otdi faqat ani. Kod qaytaribdi. Tak. Usmon to'rtinchi udarni tepib o'tdi. O'zicha qanaqadir hitrsi plan o'ylab topdi, lekin men o'ylashim bo'yicha bu ta'sir qilmaydi. Oy! Nima bu seyf? Quti bilan qaytaribdi. Puta safada, toma, puta safada. Voy gol! La Samir 5-udarni tepdi, afsuski bu ham aniq. Agar hozir Usmon ursa, yutadi, ura olmasa yana bitta yutada tepishamiz. Nito qaratdi, Usmon tepdi va Asad qaytardi. Bola. Endi zaruba bo'ladi Usmonga qarshi Samir. Samir tepib o'tdi va tak Usmon tepib o'tdi bola.
Ko'ramiz qanaqa teparkin tepdi va Asad save qildi. Afsuski men YouTubeman, men chempionman hozir. Qaysidir kim hozir bu yoqdan yutqizsa, shu limon yeydi, mazza qilib. Tomosha qilamiz. Samir tepdi va gol demoqchi edim. Afsuski noaniq ketdi. Usmon tepdi va afsuski noaniq. Bugun chota Usmonning kuni emasmi deyman. Usmonning omadi kelmayapti. Lekin Asad bilaman Usmondan qo'rqadi. Hozir ko'ramiz. Samirga o'tkazib beradimi yoki save qiladimi? Ko'ramiz. Qani ketdi va golmas. Asadni omadi kelib qoldi. 100% gol. Agar Usmon to'g'ri tepa olmasa, Samirda shans bo'ladi gol urishga. Qani ko'ramiz. Opa, Usmon tepdi va gol! Tak, bola hozir boshdan tepishadi. Afsuski Usmonning golni hisoblashmadi. Asadni atala o'tkazib berdi deyishdi. Shuning uchun Usmon boshidan tepadi. Samir varatada turibdi, tepdi va afsuski noaniq. Rostmisam o'tkazib berdim. Ha, rostdan o'tkazib berdi, o'z tan oldi. Tak. Hozir Samir Usmonga uradi deb o'ylayman. Nima desa, Usmon professionalniy varatar, o'zi varatar bo'lib o'sgan, keyin zashidning bo'lgan. Ataga o'zi Cho'rt bola, qishloqi bola. Samir shu gapiga atvet qiladimi yo'qmi va qila olmadi afsuski. Chota bo'lib bir 2 soat o'ynaydimi deyman u. Men esa 5 bitta ichida 5 ta udardan gol urib bo'ldim. Bular endi lo'qladi, nima deymiz? Tak bola Usmon tepdi va bu ham noaniq afsuski yana. Qani va afsuski Usmon. Tak bola kim yutadi deb o'ylaysizlar? Kommentda yozib qoldiringlar. Afsuski men o'zi chempionman shtrafnoy bo'yicha. Hammani bitta-bitta yutib chiqib, nakazaniya berolman. Bu safar ham yutdim. Hozir men ikkalasi o'ynayapti. Qaysi biri yutqizsa, shu limon yeydi. Bo'ldi, shtrafnoy challenge anchaga cho'zilib ketgani uchun bular endi perekladina foylaydi. Tak, birinchi Usmon tepdi va shtangaga tegmadi, afsuski ozgina qoldi. Tak, Samir gali, Samir tep sotdi va bu shtanga emas, afsuski. Vapshi Usmon tep sotdi va opa! Tegdi! Hozir Samir tepadi, agar Samir ura olmasa shu bilan limon yeydi. Tak. Naslada Usmon Koployni. Tak ketdi va voy nima bu? Do'stlar, limonni chiroyliligini qarang. Mandarin bu, deyman. Mandarin bu do'stlar. Opa! Malades Samir. Samir mujini ishini qildi. Tak, bolalar, video yoqqan bo'lsa, like va obuna bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, shu sastav bilan yana tepishamiz, shunaqa shtrafni chiqishini xohlasanglar kommentga yozinglar. Like, bot, короче.